الودود أي المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة. الودود degani o'z xalqiga, bashariyatiga go'zal sifatlari bilan sevilgan zotdir. Va alaihil wasi'a, va yana keng qamrab olgan ne'matlari ila sevilgan. Va al-lutafihil khafiyya, va yashirilgan lutflari ila bandalariga sevilgan zotdir. Buyuk va ko'pgina bo'lgan va yashirilgan ne'matlari bilan bandalariga sevilgan zotdir deyapti. Nimaga yashirilgan desa, chunki lutfni faqatgina mu'min bo'lgan, basirasi bor, ilmi bor, Allohni yaxshiroq tanigan mu'minlargina ko'ra oladi. Bu lutf shunday narsaki, yashirilgan narsa bo'ladi. Zohiran ular musulmonlar uchun qiyinchilik va alamli bo'ladi va doimo talofatga o'xshab ko'rinadi. Lekin u ichida esa, aslida esa musulmonlar uchun rahm bo'ladi. Musulmonlar uchun u dars bo'ladi. Musulmonlar uchun u rahmat bo'ladi oqibatida. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo mu'min bandalariga bir musibatlar yoki balolar berganda buni musulmonlar lutf deb qabul qiladilar. Ya'ni Alloh meni sinayapti. Buni oqibatidan menga yaxshilik bo'lishligi uchungina bu balo yoki bu sinov yoki bu musibatlar kelyapti deb turib, lutf deb turib buni musulmon odam tushunadi. Shuning uchun Alloh taolo sevuvchi bo'lgan sifatga ham ega va shu bilan birgalikda seviluvchi bo'lgan sifatga ham egadir. Alloh subhanahu va taolo o'zining do'stlarini sevadi. O'zini buyruqlarini bajarayotganlarini va qaytaruvlardan qaytayotganlarini Alloh taolo sevadi va ular ham Allohni sevadilar. Mana shu narsani anglatadi. Alloh taoloning al-wadud, sevuvchi va yana seviluvchi, yaxshi ko'ruvchi va yana yaxshi ko'riluvchi degan al-wadud degan ism. Va u Alloh subhanahu va taolo o'zi ularni yaxshi ko'rdi. Yaxshi ko'rganligidan ularni ham qalblariga o'zini muhabbatini joylab qo'ydi.